Barchaga assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan men Ismat Muhammad Ali. Demak, navbatdagi video darsimizni boshlashmiz inshaalloh. Xo'p, bugun sanamiz 25-oktyabr sanasi shanba. Demak, kecha kuni sizlar bilan titkiy darslarimizning 37-41 testlarini ko'rib chiqqan edik. Bugun Xudo xolasa mana shu darslarimizni davom etamiz, titkiy darslarimizni. Bugun demak ushbu dars orqali 47-testlarni titkiy 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi hamda 8-chi jami 5 ta testlarning tahlilini ko'rib chiqamiz. Hop, ushbu videoda 47 hamda 52-darslar yozib boriladi. Shuningdek, ushbu videomiz YouTube tarmog'i ochiq kanaliga hamda Telegram ochiq kanallariga, shaxsiy kanallariga tarqatiladi inshaalloh. Xo'p, demak, ushbu testlarimiz orqali biz topik 2 dars imtihonga kirganda titkiy bo'limining 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi testlari titkiy bo'limidan ishlash usullarini o'rganamiz asta-asta bilan. Xo'p, har kuni demak yangi videolar Telegram yopiq kanaliga tashlab borilyapti. Agarda YouTube tarmog'ida ham ko'rayotgan, Telegram kanali orqali ko'rayotgan o'quvchilar ushbu yopiq kanalga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Telegram orqali mana shu Ismatov 0509 yozishingiz mumkin yoki bo'lmasam 97li 833 32 53 darslarni ham demak telefon qilib yoki SMS yozsangiz bo'ladi. Demak, biz boshlaymiz. 4-testimiz qanday ishlanadi? Bir qator takrorlab o'taman, sababi YouTube tarmog'ida ushbu video birinchi marta yuklanyapti shaxsiy kanalimizga. Hop, o'quvchilar, bu testlarda ishlashda ko'pchilik ba'zi bir yangi 3-chi, 4-chi tiplarga harakat qilayotgan o'quvchilar qiynaladi. Eng osoni suhbatni birinchi kim boshlayapti? Suhbatda birinchi bo'lib boshlayotgan shaxsga u erkakmi yoki ayolmi? Shunisiga e'tibor bering. Nimaga bunday deyiladi? Agarda suhbatni misol uchun erkak boshlasa, ikkinchi bo'lib kim aytadi javobni? Ayol aytadi. Ya'ni erkak nimadir deydi va bu gapga demak kelib chiqib ayol kishi ham gapiradi va ayol kishi gapini to'xtatib turib yana nimadir deydi. Shunda dialogda 3-chi suhbatini albatta erkak kishi davom ettirish kerak bo'ladi va siz shu erkak kishi topish kerak bo'lgan, ya'ni gapirish kerak bo'lgan gapni topasiz. Ya'ni qaysi javoblardan? Shu 1, 2, 3, 4 testlarimizdan topishingiz mumkin bo'ladi javob variantlardan. Aksincha, endi suhbatimiz birinchi o'rinda ayol kishi bilan boshlandi. Ayol kishi nimadir dedi va bunga qarata ikkinchida erkak kishi demak gapiradi va gapini to'xtatgandan so'ng yana qanaqadir gap gapiradi. Shu gapiga moslab turib, demak biz 3-qatorda kimning gapidan boshlashimiz kerak? Ayol. Ya'ni ayol erkakning gapiga qanday munosabatda savol bo'lsa javob beradi, gap bo'lsa munosabatni bildirish kerak. Shu gapini javob variantlarini topishimiz kerak bo'ladi. Qani, asta-asta ishlab olib o'rganamiz o'quvchilar. Demak, birinchi MP3 qo'yaman. Bismillah. Demak, 47-test. 다음 대화를 잘 듣고 이어질 수 있는 말을 고르십시오. 한 번씩 읽겠습니다. Boshlandi. 4번. 점심시간인데 식사하러 갑시다. 벌써 시간이 그렇게 됐어요? 그러고 보니 배가 고프네요. Vaqt ketmoqda. 5번. Hop, demak, vaqt tugadi bolalar.
Hop, e'tibor bergan bo'lsanglar, suhbatni birinchi bo'lib kim boshladi? Ya'ni mana bu birinchi chizgan holatdagi erkak kishi boshlayapti suhbatni. 47-chi testimizda bu namuna testlar, ya'ni avval testlar tushgan testlar. Keyin aytib o'tish kerak, kimlar uchun yangilik. To'piga 2 testlarga kirganlarda bilasizlarki, birinchi testdan boshlab to 20-testlargacha bor yo'g'i bir martagina aytadi. Bir martagina aytadi. Siz shu bir marta aytgandan so'ng sizga beriladigan vaqt 10 sekunddan yoki 12 sekund ichida javob topishingiz kerak. Qaysi? 4 ta variantdan birini topishingiz kerak bo'ladi. Endi men bir marta qo'yib beraman, 2 marta qo'ya olmayman. Xuddiki siz ham imtihonga tayyorlanishim kerak singari. Lekin tahlilini men bir qator o'qib tushuntirib beraman. Demak, agar javobingizni topgan bo'lsangiz, men tahlilim bilan solishtiring. Bu yerda erkak kishi aytadiki, 점심 시간인데 식사하러 갑시다. Ya'ni obed vaqti bo'ldi, ovqatlangan ketdik desa, ayol kishi aytadi. 벌써 시간이 그렇게 됐어요? Hani bir zumda vaqt shunaqangi bo'ldimi, tez bo'ldimi? 그리고 보니 배가 고프네요. Hani shuning uchun qornim ochyapti ekanda, deyapti. Endi ayol kishi gapini tugatdi. Endi mana bu holatda erkak kishi endi nima deyish kerak? 1. 점심 시간은 몇 시예요? Obedga vaqt soat nechida? To'g'ri keladi shunaqa gapga? Yo'q. Keyingisi. 점심 mashikka tishassayo? Tushlikni, ya'ni obedda maza qilib yedingizmi deyapti. Hali yemadi-yu. Ketadi. 3. 빨리 정리하고 나가죠. Tezda tartibga solib ish tugatib demoqchi. Ketdik deyapti. Xo'p, yaxshi, nuqta qo'yib ketamiz. 4. 지금은 배가 안 고픈데요. Hozir qornim och emas edi deyapti. Xato. Nima sababdan? Erkak kishi obed vaqti bo'lganligini, ovqatlangan ketdik deb ayol kishi o'zi aytayapti. Nimaga bo'lmasam to'g'ri bo'lish kerak? Hozir qornim och emas. Bo'lmasam ayol kishini bezovta qilib nima qiladi? Ayol kishi hattoki ishga berilib ketganidan bir zumda shunaqa vaqt bo'ldimi? Qornim shuning uchun ochib ketibdi-da degan holatda gap mazmuni tushundinglar. Demak, javob bizda 3 bo'lar ekan. Ya'ni tezda ovqatlangan ketdik erkak gapi bo'yicha. Xo'p, yaxshi. Endigi navbat 5-testga bolalar. Xo'p, tayyor turinglar. 5번. 민수 씨, 이번 체육 대회에 농구 선수로 나간다면서요? 네. 그런데 연습을 많이 못해서 잘할 수 있을지 모르겠어요. Vaqt ketmoqda. Vaqt tugadi. Xo'p, o'quvchilar. Bu joyda qaysi javob bo'lishi mumkin? Javoblar topa oldinglarmi? Yaxshi. Endi tushuntiraman. Bizda suhbatni birinchi bo'lib ayol kishi boshladi. Ya'ni mana bu variant ketyapti endi. U yoki bu variant ketadi. Ya'ni ayol kishi aytayaptiki, 민수 씨 이번 체육 대회 농구 선수로 나간다면서요. Ya'ni 민수 bu safargi sport musobaqasiga basketbolchi sifatida qatnashyapsiz ekanmi, shundaymi? Desa, erkak kishi nima deyapti? 네, 그런데 연습을 많이 못해서 잘할 수 있을지 모르겠어요. Ya'ni lekin mashqni ko'p shug'ullanmaganim uchun, ya'ni praktikani ko'p qilmaganim uchun yaxshi eplay olamanmikin, bilmayman. Savol, shunda ayol kishi erkakka nisbatan qanaqa gap gapiradi shunaqa gapdan keyin? 1. 농구 경기 보러 꼭 오면 좋겠어요. Basketbol o'yini ko'rgani albatta kelsangiz yaxshi bo'ladi. Shu to'g'ri keladimi? Bu ayol kishi gapiga o'xshab qolmadimi? Chiqdi. 2. 잘할 수 있을 때니까 걱정하지 마세요. Ya'ni yaxshi o'ynay olasiz, ya'ni eplay olasiz, xavotirlanmang. Xo'p, yaxshi, nuqta qo'yib ketamiz. 3.
바빠서 연습 경기에 많이 못 갔거든요. Band bo'lganim uchun mashq o'yinlariga ko'p qatnasha olmagan edim, bora olmagan edim deyapti. Xo'p, bu kimning gapi? Erkakning gapi. Sababi erkak bilmasam mashqlar bilan ko'p shug'ullanmagan edim degan gapni berdi, to'g'rimi? Xo'p, mayli. Ko'ramiz. 둘. 체육 대회가 끝나고 나니까 피곤하네요. yani 끝나고 나니까 yani sport musobaqasi tugaganligi sababli charchayapman deyapti. Sport musobaqasi tugadimi shunda? Yo'q, hali tugamadi. Shunda bizda javob qaysi bo'lar ekan? 2 bo'lar ekan. Demak, sizlar ham 2 ni topgan bo'lsanglar kerak. Hop, ayol kishi erkakni yaxshi qatnasha ololmanmikin bilmayman, sababi praktika ko'p qila olmadim degan gapiga eplay olasiz, xavotirlanmang mazmundagi gapi mos keladi. Birda esa sport musobaqasi, basketbol o'yini ko'rgani albatta siz yaxshi bo'ladi. Bu xuddiki erkak kishi ayol kishini taklif qilish mazmuni bo'ladi, erkakning gapidan chiqib ketib qoladi. Shuning uchun biz buni voz kechdik. Javob bizda 2 bo'ladi. O'zi shunaqa gaplar ketadi. Hali kimdir imtihonga tayyorlandim, yaxshi topshira olaman, bilmayman, o'zi ko'p o'qimadim desa, qarama-qarshi jins vakili har doim qo'llab-quvvatlaydi. Ha, eplaysiz, sizga ishonaman, tinmay o'qidingiz-ku, shunaqa gaplar. Paxta bizlar qo'shnoqchida paxta qo'yadi-yu, shunaqa gaplar ketadi. Xo'p, bolalar, demak 47-testni 6-testini ishlaymiz. Demak, tayyor bo'lsanglar, men boshlayman. 지영 씨, 혹시 친구 중에 아르바이트 할 만한 사람이 있을까요? 글쎄요. 잘 모르겠는데 친구들한테 한번 물어볼까요? Yaxshi, vaqt ketyapti. Vaqt tugadi. Hop, 6-testimizda qaysi javob bo'lishi mumkin? Javoblar topgan bo'lsanglar, tekshiringlar. Bizda demak suhbatni erkak kishi gaplashib boshladi. Ya'ni, Jiangxi, 혹시 친구 중에 아르바이트 할 만한 사람이 있을까요? Yani grammatikada limanhan degan grammatika, limanhada degan grammatika bor. Yani fe'lga qo'shiladi. Yani ga arzigulik. Yani Chiyo'ng mabodo dedi, do'stlaringiz orasida arbait qilishga arziydigan inson bormi, odam bormi desa, ayol 글쎄요, 잘 모르겠는데요. 친구들한테 한번 물어볼까요? bilmasam, do'stlarimdan bir so'rab ko'raymi dedi. Shunda ayol kishi erkakka so'rab ko'rishligini erkakka tavsiya qildi. Endi erkak nima deyish kerak shu joyda? 1. Ne 일할 곳을 찾고 있어요. Ha, ishlaydigan joyni qidiryapman. Erkak shunaqa deyishi mumkinmi? Yo'q, o'zi taklif qilyapti arbatga. 2. Ne, 제가 대신 해드릴게요. Yani, xo'p, men o'rningizga qilib beraman. Nimani qilib beradi? Oton topib beradimi? Bu bo'lmasam ayol kishi nima gapiryapti? Kerak emas, xato. 3. Ne, 좀 알아봐주면 좋겠어요. Yani, ha, iltimos bilib bersangiz yaxshi edi. Hop, yaxshi. 4. Ne, 그 친구는 아르바이트 해요. Ha, o'sha do'stim arbait bilan shug'ullanadi deyapti. Arbait qiladi. Qaysi do'sti? Qaysi do'sti savol. Xato. Demak, javob bizda qaysi ekan? 3ligicha qoldi. Yani erkak kishining gapi holatida ha, iltimos bilib bersa yaxshi edi. Nimaga bu gapni aytdi? Ayol kishi do'stlariga bir bor so'rab ko'rishligini aytgan edi. Erkak esa yaxshi, shu bilib bersiz yaxshi bo'lardi degan mazmundagi gapni aytadi. Demak, javobimiz 3 ekan bolalar. 7-test.
Qani ketdik. Tayyor turinglar. 지금 사무실이 많이 더운 것 같지 않아요? 에어컨 좀 켤까요? 에어컨은 켰어요. 제가 환기하려고 좀 전에 창문을 열어놔서 그런가 봐요. Vaqt ketyapti. Vaqt tugadi. Hop. Bizda suhbatni ayol kishi boshladi. Demak, bundan so'ng erkak gapiradi va biz endi ayol kishining gapini topishimiz kerak. Ayol aytdi: "지금 사무실이 많이 더운 것 같지 않아요? 에어컨 좀 켤까요?" Ya'ni hozir ofis issiq emasmi? Konditsionerni bir yoqaymi? deb erkakka taklif berdi. Shunda erkak nima dedi? 에어컨은 켰어요. 아니 konditsionerni yoqib qo'yganman. 제가 환기하려고 좀 전에 창문을 열어놔서 그런가 봐요. ya'ni men shamollatish maqsadida shamollatmoqchi bo'lib biroz avval derazani ochib qo'ygan edim. Shunga shunday ko'rinadi dedi. Ya'ni faraz qiling, erkak kishi konditsioner yoqib qo'ygan-u, lekin konditsioner xonani muzlatgan havosi tashqariga chiqib ketgan. Ya'ni derazani ochishni maqsadida. Shuning uchun ayol kishi kirganda issiqqa o'xshayapti, konditsioner yoqib qo'yaymi deb erkakka taklif bergan edi. Xo'p, endi erkak kishi demak deraza ochib qo'yganini aytdi. Endi savol, ayol kishi nima dedi bu gapdan keyin? Bir, 그래요. 그럼 창문을 닫아야겠네요. shunday deng. Unday bo'lsa derazani yopaman ekanda. Deraza ochiqmidi? Ha, yaxshi. 2. 정말요? 그럼 에어컨 좀 켜주세요. rostana unday bo'lsa konditsionerni iltimos yoqib qo'ying. Konditsioner yoqib qo'yadim. O'zi yonib qo'ydi-yu. O'zi xato. 3. 맞아요. 많이 덥지 않아서 다행이에요. Ya'ni to'g'ri, ko'p issiq bo'lmaganligi sababli xayriyat deyapti. Issiq, shuning uchun konditsioner yoqib qo'yaylikmiz deb ayol taklif berdi-yu. 4. 글쎄요. 아마 사무실은 열려 있을 거예요. Bilmasam, o'ylashimcha ofis ochiq bo'ladi deyapti. Bo'lsa kerak deyapti. Ofis yopiqmidi shunda? Yo'q, bu haqida gap ketmadi. Как будто hozir ofis ochiqmikin, borsam bo'larmikin deganda gap ketyapti. Demak, javob qaysi ekan bizda bolalar? Birligicha qoldi. Ya'ni shundaymi, unda bo'lsa derazani yopaman ekanda. Sababi erkak derazani shamollatish maqsadida ochib qo'ygan edi. Va 8-test. 8번. 김 선생님, 이번 회의 참석자 명단 좀 주시겠어요? 자리 배치표를 만들어야 해서요. 네. 그런데 아직 참석 인원이 확실하지 않은데요. Vaqt ketyapti javobga. Vaqt tugadi bolalar. Demak, 8-testimizda suhbatni yana ayol kishi boshladi. Uni gapiga erkak kishi javob qaytardi va biz ayol insonni, jins vakilini gapini topishimiz kerak. Topgan bo'lsa tekshiramiz. Demak, ayol aytdi: 김 선생님, 이번 회의 참석자 명단 좀 주시겠어요? Ya'ni Kim ustoz Kim, bu safargi majlis ishtirokchilar ro'yxatini berasizmi? 자리 배치표를 만들어야 해서요. Ya'ni davom ettiryapti. Joy ajratish biletini tayyorlashim kerak edi dedi. Xo'p, endi erkak aytadi: 네. 그런데 아직 참석 인원이 확실하지 않는데요. ya'ni shunaqa deng. Lekin haligacha ishtirokchilar soni aniq emas edi dedi. Demak, bizda ayolga nima kerak? Ro'yxat kerak.
ro'yxat kerak. Erkak esa bu ishtirokchilar soni aniq emas dedi. Endi shu holatda ayol kishi nima deyish kerak? 1. 참석자 명단은 아까 드렸는데요. ishtirokchilar ro'yxatini boya bergan edim. Kimga berdi? Hali tayyor emas edi-yu. Даже nima deydi? ishtirok etish soni aniq emas edi-yu. 2. 회의에 참석해 주셔서 감사해요. majlisda ishtirok etgani uchun rahmat. Qo'ysa eshitsa hali ishtirok etmayapti-yu. 3. 이쪽 자리로 와서 앉으시면 돼요. Bu tarafga joyga o'tirsangiz bo'ladi deyapti. Qaysi tarafga? Qaysi tarafga? Bu yerda gap umuman mos kelmayapti. 4. 그럼 확실히 정해지면 알려주세요. Unday bo'lsa, aniq bo'lgandan so'ng deyapti, aniq tartibga solsangiz xabar bering dedi. Hop, kimga nisbatan bu gap aytiladi? Erkakka. Kim tomonidan? Ayolga. Demak, javob 4 ekan. Demak, bizda o'quvchilar, sizlar bilan 47-test tugatdik tahlilni. Endi navbat 52-testning tadqiq bo'limi 4, 5, 6, 7, 8 testlar jamlanmasidagi iyo julsi innun mal davom ettirish mumkin bo'lgan gapni topishimiz kerak bo'ladi va har bir topganimizga 2 balldan bizga taqdim etiladi. Xo'p, demak davom ettiramiz. MP3imiz tayyor. Sizlar o'z tayyor bo'lsanglar boshladik. 다음 대화를 잘 듣고 이어질 수 있는 말을 고르십시오. 한 번 읽겠습니다. Ketdik. 4번. 왜 그래요? 뭐 잃어버렸어요? 제 가방이 어디에 있는지 모르겠어요. Vaqt ketyapti bolalar. 5번. Vaqt tugadi. Oson tezagina, qisqagina aytildi. Erkak kishi gap boshladi. Ve ko'rayo, mo 잃어버렸어요. Ya'ni tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Nimadir yo'qotdingizmi? Desa ayol 제 가방이 어디에 있는지 모르겠어요. Ya'ni xomush ovozda aytaman, har doim insonning kayfiyatiga ham qaranglar. Sizlar javob topishligi oson bo'ladi. Yuz ko'rinishiga, ohangiga, toniga. Shunda men so'mkamni qayerga qo'yganimni bilmayapman. Qayerdaligini bilmayapman dedi. Endi shu holatda erkak kishi nima deyish kerak? Ayolga qanaqandir gap aytish kerak. 1. 찾아서 다행이네요. Qidirganimiz, topganimizga xayriyat deyapti. Topdimi? Yo'q, topmadi hali. Shuning uchun xafa-yu qiz. 2. 천천히 잘 찾아봐요. asta yaxshilab qidirib ko'ring deyapti. Xo'p, mayli. 3. 가방을 찾고 있는데요. sumkani qidirayotgandim. Usiz ham ayol kishi qidiryapti-yu. 4. 아무리 찾아도 없어서요. qanchalik qidirsam ham yo'q deyapti. Bu kimning gapi? Ayolning gapi. Biz kimning gapini topishimiz kerak edi? Erkak edi. Javob 2. Nima sababdan 2 ni belgiladik? Ayol kishi so'mkanimni qayerdaligini bilmayapman desa, erkak kishi asta yaxshilab qarab ko'ring deydi. 4da esa qanchalik qidirsam ham ko'rinmayaptini ayol kishi aytardi. Endi agarda erkak kishi deb aytadigan bo'lsak, bu bilmayotdi-yu so'mkani yo'qolganligini. Ayol kishini yuz ko'rinishidan, holatidan so'rab bilib oldi. Xo'p, bizda 5-test bolalar. Qani tayyor bo'lsanglar boshladik. 점심시간이 지났는데도 식당에 사람이 많네요. 그러네요. 밥 먹으려면 한참 기다려야겠어요. Vaqt ketyapti. 6번. Vaqt tugadi.
Xo'p o'quvchilar, qaysi javob bo'lishi mumkin? Javoblar bo'lsa tekshiramiz. Demak, bizda suhbatni kim boshladi? Yana erkak kishi boshladi. Demak, biz erkak kishi boshladimi? Demak, erkak kishining gapini topishimiz kerak. boshladi. Yani erkek 점심시간에 지났는데도 식당에 사람이 많네요. Yani tushlik vaqti o'tib ketsa ham deyapti. Oshxonada odamlar ko'p ekan. Ayol esa javob beryapti. 그러네요. 밥 먹으려면 한참 기다려야겠어요. Shuni ayt. Ovqat yemoqchi bo'lsak, anchagina kutamiz ekanda deyapti. Xo'p, ikkalasini qorni och bo'lsa, endi erkak kishi nima deyish kerak? 1. 점심 먹으러 갈래요? Obed yegani boramizmi? Ha, bular nima o'rniga ketishyaptimi? Xato. 2. 점심시간이 언제예요? Obed vaqti qachon? Ertaga. To'g'ri kelmaydi. 3. 식사 맛있게 하셨어요? Obedda mazza qilib yedingizmi deyapti. Qurbaqa vaqirlagandek qornlari ham vaqirlayapti. Hali yeyishmadi. 4. 다른 데에 가서 먹을까요? Mana bu javob. Ya'ni boshqa joyga borib yeylikmi deb demak erkak kishi ayolni qo'lidan sudrab taklif beryapti. Mana bu javob bo'ladi. Sababi nimaga? Obed vaqti o'tib ketdi. Misol uchun 12 dan 1, bora 11:30 dan 1:30 gacha 2 soat o'rtada obed vaqti bo'ladigan bo'lsa, soat 2larda bular ko'rishyapti-da. Qanchalik kutsangiz ham obed vaqti o'tsa ham odamlar ko'p ekan oshxonada. Bu ketishda deyapti, ayol kishi aytayapti, ancha kutib qolamiz desa, erkak ayt bo'pti endi davra oshxonasiga emas, endi misol tantana oshxonasiga boramiz degandek boshqa joyga taklif qilyapti. Yaxshi, o'quvchilar, 52-testimizni 6-testga o'tamiz. Qanday boshladik? Tayyormisizlar? Let's go. 수미 씨, 면접 시험은 어땠어요? 잘 본 것 같아요? 잘할 수 있었는데 떨려서 잘 못 본 것 같아요. Vaqt tugayapti. Vaqt tugadi. Xo'p, kecha hikoya deyman-a, boya aytgan testimizda demak, odatda qanaqadir imtihon, tayyorgarliklar haqida suhbat ketganda, albatta sizni gapirayotgan inson eplayolmadim, vaqtim bo'lmadi deydigan bo'lsa, suhbatdosh odam ko'ngli ko'tarish kerak, shunaqa gaplar javob berish kerak. Demak, bu testimizda erkak yana boshlayapti suhbatda, ya'ni 수미 씨, 면접 시험은 어땠어요? 잘 본 것 같아요. 수미, ishga intervyu qalay bo'ldi? Yaxshi topshirdim deb o'ylaysizmi? desa ayol, 잘할 수 있었는데 졸려서 잘못 본 것 같아요. yaxshi eplay olar edim, lekin titraganim uchun yaxshi topshira olmaganga o'xshayman deb, hayajonlanganidan. Endi savol sizlarga. Erkak ayolni shunaqa gaplardan keyin titrab hayajonlandim degan gapdan keyin nima deyish kerak? 1. 다행히 잘 본 것 같아요. Ya'ni xayriyat, yaxshi topshira olibsiz deyapti. Titragan bo'lsa, xayriyat, men o'yladim, sizni titrashingizni xohladim degan gap chiqib qoladi-yu. Xato. 2. 생각보다 시험이 쉬웠어요. O'ylaganimga qaraganda imtihon oson bo'ldi. Bu kimning gapi? Ayolning gapi. Bizga erkak gap topishimiz kerak-ku. 3. 떨지 말고 면접 시험 잘 보세요. titramasdan, ya'ni hayajonlanmasdan ishga intervyu imtihonni yaxshi topshiring. Titrab bo'ldi-yu, даже bu imtihon tuga bo'ldi. 4. 열심히 준비했으니까 잘 될 거예요. Mana javob. Ya'ni astoydil tayyorgarlik ko'rganingizni yaxshi topshirgan bo'lasiz. Mana javob. Ya'ni qo'llab-quvvatlashda, paxta qo'yish. 7-test bolalar. Tayyor bo'lsanglar boshlaymiz. 수미 씨, 다음 주까지 교환학생 신청 기간이라던데 신청할 거예요? 그래요?
어떻게 알았어요? Ketyapti vaqt. 팔 번 Tugadi. Hop. Yana erkak kishi boshladi deyapti. Ya'ni 수미씨 다음 주까지 교환학생 신청 기간이라는데 신청할 거예요. Yani 수미 kelasi haftagacha almashinuv programmasi o'quvchilar ariza qilish muddati edi. Ro'yxatdan o'tasizmi? Desa ayol nima dedi? 그래요. 어떻게 알았어요? Shunday deng, qanday bildingiz? Savol. Ayol kishi erkakka nisbatan qanday bildingiz desa, erkak buni qayerdan bilgan bo'ladi? 1. Hakko hompeyijiga ittondayo. Maktabning veb-saytida turibdi-yu. Xo'p. 2. 다음 학기에 신청하려고 해요. kelasi safargi semestrga ro'yxat o'tmoqchiman. Bu yerda semestr haqida ketyaptimi gap? Yo'q. Bu yerda almashinuv programmasi haqida ketyapti. 3. 이미 교환 학생 신청을 했어요. hozirgina almashinuv programmasi o'sha o'quvchilar arizasini qildim deyapti. Ayol kishi buni qayerdan bildi desa, men hozir qildim programmani deydimi? Shuni qayerdan qilgan aytmayapti-yu. 4. 벌써 학생 선발이 끝난 것 같아요. allaqachon o'quvchilarning demak tanlovi tugaganga o'xshaydi. Tugagan bo'lsa, ayol kishi nimaga aytyapsan kayfiyatini buzib? Javob qaysi ekan? 1 bo'ladi. Ya'ni qayerdan bilding deganiga maktab veb-saytida turibdi degan gapimiz to'g'ri bo'ladi. Va bizda bugungi videomizda oxirgi test 8-test, ya'ni 52-testimiz. Boshladim. 저 화장품을 주문했었는데요. 제가 주문한 제품과 다른 게 와서요. 죄송합니다, 고객님. 물건을 저희에게 보내주시면 확인하고 주문하신 제품으로 다시 보내드리겠습니다. Vaqt tugadi. Ketyapti vaqti. Ana, tugadi. Xo'p, o'quvchilar, bu yerda nima qilamiz? Javoblar topgan bo'lsanglar, demak boshladim. Bizda va nihoyat ayol kishi suhbat boshladi. Undan keyin erkak kishi gapirdi va biz ayol kishining gapini topishimiz kerak. Ayol kishi boshladi. 저 화장품을 주문했었는데요. 제가 주문한 제품과 다른 게 와서요. ya'ni ayol aytadi, men kosmetika, ya'ni pardoz buyumlari, kosmetika buyumlarini zakaz qilgan edim. Men buyurtma qilgan mahsulot bilan boshqachasi kelib qoldi desa, erkak kishi 죄송합니다, 고객님. ya'ni ming bor uzr, mijoz. 물건을 저에게 보내주시면 확인하고 주문하신 제품으로 다시 보내드리겠습니다. ya'ni mahsulotni bizga yuborsangiz, aniqlik kiritib, siz buyurtma qilgan mahsulotdan qayta yuborib beramiz deb erkak kishi uzrli holatni ifodaladi. Savol. Ayol kishi erkakni shu qayta yuboramiz degan gapiga nima deyish kerak? 1. 화장품 좀 주문하려고 하는데요. kosmetikani biroz buyurtma qilmoqchi edim. Buyurtma qilib bo'lgan-u, kelmayapti. Kelsa ham boshqasi keldi. 2. 그럼 언제쯤 다시 받을 수 있을까요? unday bo'lsa qachonlarga taxminan qayta olishim mumkin deyapti. Ya'ni erkak kishi aniqlik kiritib, siznikini qayta yuboramiz degan gapiga, unday bo'lsa qachon yana qayta olishim mumkin degan gap aytdi. Xo'p, mayli. 3. 이 화장품 써보니까 정말 좋은데요. ya'ni bu kosmetikani ishlatib ko'rdim, juda ham yaxshi ekan. Men zakaz qilganim bilan boshqacha-yu, qanaqa qilib men boshqa zakaz qilganimni boshqasi kelganda ishlatishim mumkin. To'g'ri emas?
64. 주문하신 날짜를 말씀해 주시겠어요? buyurtma qilgan sanani aytib berasizmi deyapti. Bu kimi gapi? Erkak kishi gapi bo'lishi kerak. Sababi sotuvchi-yu. Bizga ayol kishi gapirishi kerak. Demak, javob qaysi ekan? 2 bo'lar ekan. Hop, mana aziz o'quvchilar, sizlar bilan 52-testimizni ham tugatib oldik. Jamlanmasini. Va biz har kun demak kunli yangi darslar boryapmiz. YouTube tarmog'i hamda Telegram ochiq kanal orqali ko'rayotgan o'quvchilar, sizlar ham ushbu kunli video darslarimizni ko'rish xohlasangiz, Telegram orqali mana shu manzillarga yoki bu yozgan 97 833 32 53 raqamlariga SMS yozing, Telegramdan yozing, farqi yo'q. Xudo xolasa chiroyli narxlarda video darsga qo'shib beraman, faqat bir marta to'lov qilasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi video darslarimiz bizdan 60-64-video darslari bo'ladi. Ya'ni 8 9 4 5 6 7 8-testlar. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum.